Xo'p, ukaxon, sizga bitta ogohlantirish beraman. Bu fermamizni, alo, eshityapsizmi? Alo. Bu fermamizda o'zini paxanlari bor, o'zini palajenslari bor. Kelib olib o'zingizni prinsipingizni qo'yib, alini achka ishlashga hojat yo'q. Normada yurib, chiroyli kelib chiqarasiz, tushundingmi? Davay. Va nihoyat biz xohlagan moment boshlandi-yu. Shu moment bo'ladi deb o'yladim. Qalba boshlandi. Qalba. Mana bu kishi anaqa sudya, uzoqdan turib sudya qilib qo'yadi. Voychema, men nomer ko'tarib chiqaring. Mana jang qilmasdan turib qo'yapti-ku onasi. Qoravoy yomon ekan. Qora xullas palajeniyani egallaydi. Buni nimaga aynan qishki raspakovka dedim? Turki bilan g'oz, yerda hamma go'sht mahsuloti, parandalar qishda pul bo'ladi. Ko'pchilik yozda bitta ko'paytirib oldi, ayniqsa o'rdak yil, bilmayman, o'rdak yili bo'ldi shekilli. Biz endi tajribamizdan kelib chiqib aytyapman. Qishda o'rdak go'shi bilan shug'ullanadigan oshxonalarga sotiladi aslida. Hayvon bozorimiz bor, maqsad sotish profilimiz bor. Qo'yib o'taman, agar kimdir qo'shilmagan bo'lsa, qo'shilib olsanglar. Hayvon bozor, hayvon joylash bepul etdi. Hayvon bozorimiz o'rdakka to'lib ketdi omad ekan. G'uli, o'rdak, boshqa parranda go'shtlar asosan qishga ketadi. Sotadigan joyim yo'q, qayerga sotaman desiz, endi jichcha baribir ishga tegsa qilinadi bu joyda. Jichcha izlanasizda. U ilojisi yo'q, men olaman demaydi hech kim. Borib iltimoslar qilib, haligi bilan chiroyli hamkorlik qilishga harakat qilib ko'rasiz endi. Yo'q, iloji yo'q, biz ham hali oladigan joyimiz ma'lum emas. Biz ham sabablan qilib oldin yetishtirib olish kerak bu go'sht mahsulotini. Asli bo'lsa buni jarayon bilan bo'lishib boraman. Biznes qilmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, jaydari, kurka faqat qishda boqish kerak, qishda endi sharoitingiz bo'lsa boqqaningiz yaxshiroq. Endi bu maslahat o'rni deydi. Jarayonni bo'lishib boramiz albatta. Bugungi raspakovkamiz qishki biznes raspakovkasi. Buni men qishki biznes deb o'zimcha atadim. Bunga ozgina sabr kerak, ozgina shijoat, yangicha pul ham kerak. Bularda boqishda juda ham ko'p usuli bor. Eng ommaga tanigan buni qopda boqish. Qopda haligi oyoqlarini chiqaradi, orqasini teshib qo'yadi, kallasini teshib qo'yadi, yemini suvini berib qo'yadi-yu. Xuddi shunaqa boqishda juda ham ko'pchilik tavsiya qiladi, lekin bu mumkin emas. Bu narsani men birinchi ilmini o'rgandim, qoidasi qanaqaligini bildim. Aslo mumkin emas ekan. Kichkina qafas qilib qo'yib, yurgizmaslik ham kerak ekanmish, boshqa ham yo'q. Bularni xotirjam boqqandan keyin sotganingizdan keyin baraka beradi, xudo xolasa. Bularda orqasini teshib qo'yib, oldini teshib qo'yib, yemini, mono suv ichadiganini qo'yib qo'yganingizdan keyin bo'pti sotgan deylik. Bundan baraka topolmaydi inson. Bu azoblanadi boshqa bo'lar, bu jonivor-ku. Bundan qilishdan maqsad biz deylik 6 oy boqmaylikda, mana oq kurkalarimizga o'xshab 7 oy boqaylik yoki 8 oy boqaylik, jicha ko'proq. Tushum ozroq bo'lsa ham ashundan baraka bo'lsin. Keyin yaxshi bo'ladi. Juda ko'pchilik tavsiya qildi menga bu narsani, kurkani qopda boqish deydi. Lekin bu aslo noto'g'ri o'zi. Shar'iy jihatdan ham, boshqa jihatdan ham. Bu o'zimizning jaydarini ham nariga bronza. Yangi keldi, kelinglar. O'zimizning jaydari boqish uslubini bitta tushuntirish beraman. Nasib bo'lsa keyinchalik bir xatolardan keyin durumi qozonimiz kelish kerak. Qozonimiz kelgandan keyin pishirib beradigan ovqat, yem ratsionlarigacha tushuntirib o'taman. Biz avval ham qilgan edik bu narsani, o'rdaklarimizni xuddi shunday boqib, normallik qilib semirtirib tashlaganmiz. Semirtirish va zo'r ratsion bilan boqishlikda. Nasib bo'lsa videosini qo'yaman. Bularni eksperiment qilamiz deb olib keldim.